Salom barchaga do'stlarim, bugungi videom TikTok haqida bo'ladi. TikTokda haqida qanaqa montaj qilish kerak, o'shani uzunroq video bo'lgani uchun YouTube'ga joylab qo'ydim. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga saqlab qo'yib, albatta menga obuna bo'lib keting. TikTokda meni 3 ta akkauntim bor do'stlarim. Mana bunisi tikish sirlari. Tikish sirlari degan akkauntimga kirib, nima oti mana bu videolarni hammasini bir joydan nima qilganman, birovlardan olib qo'yganman. TikTok studiyaga kirib, mana proverka akkauntga kirsak, agar bironta xato bo'lsa, qo'ygan videom bu yerda chiqaradi. Mana bironta videom xato emas, problem net deb yozdi. Demak, meni hamma qo'ygan videolarim to'g'ri ekan. Bu nima tikish sirlarini nima uchun ochganman? Bu nimani ochganimdan maqsadim mana birovlardan o'rgangan narsalarimni sinab ko'rish uchun. Mana shu yerda qo'yaman. Mana bu yerda qarang, birovlar tikishlar qilgan. Mana hozir men misol uchun sizga bitta ko'chirib beraman. Mana qanday qilib ko'chirib olaman, montaj qilaman, ko'rsataman. Mana bu yerga kirib, silkasini bosdim. Mana silkasini kopirovat qilib oldi. Endi bundan chiqib ketaman TikTokdan butunlay. Keyin mana o narsani Telegramga kirib, Telegramda mana skachat degan narsa bor menda. O'shanga yuboraman, boyna ko'chirib olgan silkamni. U yuborsam, u muzikasini alohida, videosini alohida qilib beradi menga. Mana qilib berdi videosini alohida. O narsani men mana bu yerga kirib, galereyaga saqlanib qilaman. Galereyaga o'tib qoldi endi bu video. Bu yerdan chiqib, endi galereyaga kiramiz. Mana men hozir skachat qilib olgan, TikTokdan skachat qilib olgan videom. Mana oxirida mana shunaqa chiroyli joyini olasiz, screenshot qilasiz. Undan keyin bu yerdan chiqib TikTokka kirasiz. TikTokka kirganingizdan keyin mana TikTokka kirib oldim. Mana o'sha bironta videoni bitta rasm tushirib olasizda, qorong'i joyda mana men rasmga tushirib oldim. Mana shu rasmning ichiga kirdim, mana qorong'i narsani rasmga kirdimda mana endi mana shu yerdan montajga kirib, mana pastda qarang, mana shu joyga kirib olasiz. Keyin mana bu boyada screenshot qilib olgan joyimni oldimda, mana atrofini o'chirish uchun yana pastdagi mana shu joyga kirib olasiz. Qani edi u? Mana bu joyga kirasizda. Mana shuni bossangiz, mana sizga ajratib beradi. Orqadagi fonni yo'q qilib beradi. Keyin buni shunday qora nimani ustiga, rasmni ustiga yopishtirasiz. Xohlasangiz buni qizil qilsangiz ham bo'laveradi, rasmni, tagidagi rasmni. Men qora qildim sizga aniq ko'rinishi uchun. Keyin yuqorisiga mana harfni bosasizda, tikish sirlari deb yozib, mana pastda har xilcha rang beradi. Rangni xohlaganingizni tanlab olib, mana bu yerga joylashtirasiz. Xohlasangiz buni to'g'ri qilib, xohlasangiz ko'ndalang qilib joylashtirasizda. Endi mana bu tayyor bo'ldi. Endi buni davomini qilishimiz kerak do'stlarim. Davomini yasashimiz uchun mana 3 soniyadan keyin qolgan videoni qo'yishimiz kerak. Qolgan videoni qo'yish uchun mana qaranglar nima qilamiz. Men pastda turgan plus belgichasini bosib, boyni ko'chirib olgan galereyaga saqlanib qilgan mana 50 soniyalik videoni olib, yana joylaymiz. Mana davomiga ko'chib qoldi u video. O'zidan o'zi shunaqa davomiga ko'chib qoladi. Xohlasangiz bu videoni uzaytirishingiz mumkin mana pastdan. Xohlasangiz buni qisqa qilishingiz mumkin, farqi yo'q. Buni men qisqa video bo'lishi uchun qisqartirib olaman mana. Keyin do'stlarim bu video 50 soniyalik emas, yana ham qisqaroq video bo'ladi. Nima desam ekan, TikTokda bilasizlar, uzun video joylab bo'lmaydi. Shuning uchun qisqaroq video joylaganlaring ma'qulroq. Ana shuning uchun bu videoni YouTube'ga qo'ydim, nimaga emas, TikTokka emas. Mana endi nimadan kelgan ovozi mana yo'q qilib o'chirib tashladimda, keyin mana qisqartirdim bu videoni. Mana video tayyor bo'ldi do'stlarim. Endi bu videoni boshqatdan boshidan ko'rib chiqamiz, qaranglar. Mana endi bu video mana shunaqa bo'lib tayyor bo'ldi. TikTokda o'zi muzikalarini qo'yib berdi boshida. Mana shunaqa qilib. Endi buni tezlashtirdim men. 26 soniyalik video bo'ldi-da bu. 26 soniyalik video, 20-30 soniyalik video, 10 mingta podpischika yiqqaningizcha shunaqa qisqaroq video qo'yganingiz ma'qul. Mana tayyor bo'ldi video. Endi buni bemalol TikTokka joylab, mana hashtag degan narsa bor mana bu yerda. Hashtagga xohlagan narsangizni yozasizda. Keyin buni mana nimaga TikTokka joylashtirasiz. Mana TikTokka joylandi. Mana shu do'stlarim, umuman qiyin joyi yo'q. Agar biron joyga tushunmay qolgan bo'lsangiz, bemalol menga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar siz hali ham monetizatsiyali TikTok ochmagan bo'lsangiz, mana shu davlatlardan birontasiga albatta TikTok ochib oling. Qo'ygan videongiz uchun TikTok pul to'laydi. Shunda montaj qilib qo'yasiz xolos. Birovning videosini ko'chirib olasizda, montaj qilasizda qo'yasiz.
Umuman qiyin joyi yo'q. Bir kunda 2 soat vaqt ajrating, bir kunda bir dona video qo'ying, yetadi. Men hozircha pul ishlaganim yo'q. Men to'g'risini aytaman. Agar mabodo pul ishlaganlarni videosini ko'rib, o'zim video tayyorlab qo'yapman. Bir kun bir kishiga kerak bo'lib qolsa degan maqsadda, kimga video qiziq bo'lsa, albatta o'zingizga saqlab, do'stingizga ham ulashib qo'ying. Keyingi videolarimda ko'rishguncha